Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari 3-qism kitobining 20-mavzusini 2-qismi bilan tanishamiz. Demak, 13-masalani yechib berishdan oldin o'quvchilarga 5 daqiqa vaqt beramiz yechim topishlari uchun. Undan keyin yechim beramiz. Xo'p, 418 ni 70 nechigadir ko'paytirsak, birinchi x ga ko'paytirib chiqishimiz uchun mana bu yerga 5 dan boshqa son qo'ysak 0 bilan tugamaydi. Demak, x 5 bo'lishga majbur. Endi 5 kere 8 40 mana yozilgan. 4 dilda 5 kere 1 5, 4 bilan mana bu 9 bo'ladi. Dilda yo'q endi. 5 kere 4 20, demak y o'rniga 0 bo'lish kerak. Keyingisi 7 kere 8 56 bo'ladi. Demak 56 ni olib yozamiz 5 dilda. 7 kere 1 7, 5 bilan 12 bir dilda. 4 kere 7 28, bir dildan 29, A9 bo'ladi. Qo'shamiz mana bu 0, 9 ga 6 15 bir dilda. Demak 0 ga 2, 2 bir dildagi bilan mana bu 3 bo'lish kerak. Boshqa rang bilan yozib qo'yilganmi? Mana bu 3 bo'lish kerak. 2 ga 9 11 bir dilda. 2 ni o'zish kerak, bir dildan yana 3 bo'ladi, to'g'ri. Hammasini topdik. Demak x noma'lum harf 5 ga teng ekan. Topdik buni. A bor, u 9 ga teng. Y bor, u 0 ga teng. B bor, u 6 ga teng. A mana bu yerda ham 9 chiqdi, bu yerda ham 9 chiqdi, to'g'ri, hammasi joyida. C bor, bu 3 ga teng. Hammasini yig'insini so'rayapti. 5 ga 9 14, 14 ga 6 20, 20 ga 3 qo'shsak 23 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi 14-masalani yechimini ko'rsatishdan oldin o'quvchilarga 5 minut vaqt beramiz. Demak, birinchisi PNK qo'shsak 3 bilan tugar ekan. KPN bu ham mana PNK uchalasi bir xil. Mana bu uchalasi bilan bu uchalasi bir xil bo'lish kerak yig'indisi. Faqat bu 4 bilan tugayapti. Demak, mana bu mana buni bir dildagi bunga qo'shilyapti. Natijada nima hisob? PNK qo'shganimiz 13 bo'lar ekan. Mana bu uchalasini qo'shsak ham 13 bir dilda bo'ladi. Bu uchalasini qo'shsak ham 13 bo'ladi. Bir dildagi bilan bu 14 bo'ladi. Shunda biz ham topdik mana. PNK bu 13 minus A ko'paygan 1. 1 ko'paygan 4. To'g'ri bo'ladi. 13 dan 4 tersak natija 9 ga teng. Keyingisi 15-savolni yechim berishdan oldin 5 minut vaqt beramiz, keyin yechimini ko'rsatamiz. Xo'p, 15-masala. Mana bu yerda x plus y bor, mana bu yerda x plus y bor. X plus y ga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerga 7 chiqyapti. Bunga bir dilda kelib qo'shilsa ham baribir ikki xonali son bo'lib ketmayapti. Demak, mana bu yerda ham x ga y ni qo'shganimiz ikki xonali son bo'lmas ekan, bir xonali son ekan. Demak, mana bu yerga bir dilda kelib qo'shilmagan. Natijada biz bilishimiz mumkinki, mana bu x 4 ga teng. Demak, x 4 ga teng bo'lsa, mana bu x larni 4 qo'yib chiqamiz, bu 4, mana bu ham 4 bo'ladi shunda. Xo'p. Endi y o'rniga qo'yamiz. Y o'rniga 1 qo'ysak, ikkilasini qo'shsak 5 bo'ladi. 1 ga 1 2, bir dilda kelib qo'shilmaydi. 2 qo'ysak ham bir dilda kelib qo'shilmaydi. 3 qo'ysak 7 bo'ladi. Mana bu yerga 3, mana bu yerga 3 qo'ysak bu 6 bo'ladi. Demak, bu 3 bo'lsa, 4 3 qo'ysak bu 7 bo'ladi. Bu 8 bo'ladi. Bu 7 bo'ladi. Yana bir marta qaytadan tekshirib ko'ramiz. Mana x 4, 3 4 4, 3 3 4 3. Qo'shadigan bo'lsak 7 8 6 7 chiqdi. Hammasi joy-joyida. Bizga A, B, X, Y ko'rinishidagi sonni top deyapti. A 6, B 7, X 4, Y 3. 6743 degan javob chiqar ekan. Keyingisi 16-masala yechimi bilan tanishamiz. Demak, qo'shgan paytimizda mana bu yerga 7 tushishim bu 7 bo'lish kerak. 7 bo'lishga majbur. Mana bu 6 bo'lish kerak. Xo'p, biz buni A ni topa olmaymiz hozircha. Demak, bu 0 tushgan, bu 1 tushgan, hammasi joyida. Mana bu yulduzchani ham topa olmaymiz hozircha. Bu yulduzcha nimaga teng? Bu yulduzcha A ni o'ziga teng. Xo'p, endi
Xo'p, mana bu a ga ni ko'paytirgan paytimizda a hosil bo'lishi uchun yana demak mana bu ani o'rniga 1 qo'yib turamiz. Bu 1, demak bu ham 1. Demak 1 karra s 7 bo'lishi uchun s 7 bo'lishi kerak. Mana bu 6 bo'lishga majbur. Shunda b mana bu 6. 6 kere 7 42, 4 dilda to'g'ri. 36 40, 4 dilda to'g'ri. 6 4 bilan 10 hammasi joyida. Bo'ldi. Demak, s ko'paytirilganda s 7 chiqdi. D qani bu yerda? Xo'p, bu yerda d ni topa olmadim. Demak, plus a 1 chiqdi, minus b 6 chiqdi. Mana bu yerda d harfi bo'lsa edi, bu ko'paytmani qiymatini hisoblasa bo'lardi. Unga 1 da qo'shib 6 ni chiqsak javob chiqadi. Lekin bu yerda hozir mana bu rebusda d harfini topa olmayapman. D harfi yo'q, demak masalada sal kamchilik bor ekan. Xo'p, keyingisi 17-masala. A plus b ni qiymatini top deyapti. Mana bu yerga qarasak, a b ni o'zi hosil bo'lgan. Demak, a b ni o'zi hosil bo'lishi uchun mana bu 1 bo'lishga majbur. 1 bo'lsa, a b ni o'zi chiqadi shunda. Xo'p. Endi mana bu yerdan birinchi bo'lib 1 tushishi kerak. 1 tushishi kerak. 1 tushishi uchun ya'ni s ga s ni ko'paytirsak 1 bilan tugashi uchun qaysi bo'lishi mumkin? S yoki 1 bo'lishi mumkin. 3 9 bo'ladi. 4 kere 4 16, 25 36 49 64 s teng 9 bo'lishi mumkin. Shu ikkita vaziyatdan bittasi bo'lishi mumkin. Demak, agar s 1 bo'lsa, bitta ko'paytuvchi topildi. 2451 ni bo'lamiz 11 ga. 24 ichiga bitta bor. Ikkita bor ekan. 22 ayiradigan bo'lsak, 25 ichiga yana ikkita bor. 22 ayirsak 31 bo'linmadi. Demak, s 1 ga teng bo'la olmas ekan. S 9 bo'lgan vaziyat qoldi. 9 qo'yamiz. Shunda bitta ko'paytuvchi 19 bo'lgancha 2451 ni 19 ga bo'lamiz. 24 ichiga bitta bor, 19. 55 ichiga ikkita bor, 38. Ayirsak 7. 4 dan 3 tersak 1, 171 ichiga 9 ta deylik. 9 kere 9 81 8 dilda. 9 kere 1 9, 8 qo'shsak 171 0 bo'ladi. Shunda mana bu ABC soni 129 bo'ladi, bu 19 bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsak 9 kere 9 81 8 dilda. 18 26 ikkisi dilda. 11 bu 129 bo'ladi. 1 15 1 dilda. Bu 4 2 2451 chiqadi. Bo'ldi. A plus b ni so'rayapti bizga. 1 ga 2 ni qo'shsanglar, natija 3 chiqadi. Hop, keyingi masalamiz 18-masala. Quyidagi shartlar asosida x plus y plus z minus t ifodasining qiymatini top deyapti bizga. Hop. Qidiramiz buni. Y dan z ni ayirsak, mana bu yerga y ni o'zi chiqyapti. Demak, mana bu yerda z 0 bo'lishi kerak deb tasavvur qilib turamiz hozircha. Z ni o'rniga 0 qo'yamiz. Mana bu yerga 0 qo'yamiz. Bu yoqqa ham 0 qo'yamiz. Bu 0 bo'lsa, nechidan 0 ayirsak 6 chiqadi. Mana bu 6 bo'lishi kerak. Bu 6 bo'lsa, x larni 6 qo'yib chiqamiz. 6. Bu ham 6. Mana bu ham 6. Xo'p. Endi y topishga harakat qilamiz. Mana bu 20 ni y ga ko'paytirsak 60 bo'lishi kerak. Demak, y 3 bo'lishi kerak. 3 bo'lsa, mana bu 3 bo'ladi. Bu ham 3 bo'ladi. 3 dan 2 ni ayirsak, t 1 ga teng. Hammasi topildi. Bitta tekshirib ko'ramiz. Demak, 636 soni 20 ga bo'linyapti. 63 ichiga 3 ta bor. 60 ayirsak 36 ni ichiga bitta bor. 20 ayirsak 16. 6 3 6 to'g'ri. 60 36 20 16 to'g'ri. 20 31 hammasi to'g'ri. Bo'l x 6 ga teng ekan. Plus y
3 ga teng ekan, plus z 0 ga teng ekan, minus t 1 ga teng ekan. 6 ga 3 qo'shsak 9, 9 dan 1 dersak 8 chiqadi javob. Hop, keyingisi 19-masala. Nodir ABCDE ko'rinishidagi sonning boshiga 6 raqamini yozdi. Demak, 6 ABCDE bo'ldi. Bu Nodir yozgan son. Nozim esa shu ABCDE ko'rinishidagi sonning oxiriga 6 raqamini yozdi. Nodir hosil qilgan son Nozim hosil qilgan sondan 4 marta katta. Demak, mana bu Nodir hosil qilgan son. Nodir oxiriga yozgan. A, B, C, D, E ni oxiriga 6 yozgan. Demak, mana buni 4 ga ko'paytirsak, Nodir hosil qilgan son chiqadi 4 ga ko'paytirsak. Demak, 6 A, B, C, D, E bo'ladi. Shunda shu yerdan topishga harakat qilamiz buni. 4 kara 6 24 bo'ladi. 24 bo'lsa, mana bu 4 ga teng, bu ham 4 ga teng, ikkisi dilda. 4 kara 4 16 bo'ladi. Ikkisi bilan 18 bo'ladi, biri dilda endi. Demak, mana bu ham 8. 8 kara 4 32 bo'ladi, bir dildagi bilan 33 bo'ladi, endi 3 dilda. Mana bu ham 3. 3 ga 4 kara 3 12 bo'ladi, 3 bilan 15 bo'ladi, endi bir dilda. Mana bu ham 5. Xo'p. Endi 4 kara 5 20 bo'ladi. Mana biri bilan 21 bo'ladi, ikkisi dilda. 4 kara 1 4, ikkisi bilan 6 bo'ladi. Hammasi joyida. Bo'ldi. ABCD sonni top deyapti mana. ABCD son bu 15384 ekan. Keyingi son 20-masala. 3 xonali son 0 raqam bilan tugaydi. Demak, AB qanaqadir 0. Shu sonning yuzlar va o'nlar xonasidagi raqamlar almashtirilsa, ya'ni mana bu ikkalasi o'rnini almashtirsak, BA 0 bo'ladi. Berilgan sondan 720 katta bo'lgan son hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu son katta bo'lsa, berilgan sonni ayirsak 720 chiqishi kerak ekan. Berilgan sonning yuzlar va o'nlar xonasidagi raqamlar farqini top deyapti. Demak, birinchi A bilan B ni topishga harakat qilamiz. Hop, A dan B ni ayirsak 2 chiqish kerak ekan, B dan A ni ayirsak 7 chiqish kerak ekan. Bu yerda B A dan kattaligi aniq. Hop, 7 chiqishi uchun masalan necha tanlaymiz? 8 bilan 1 tanlasak bo'ladimi? 8 bilan 1 tanlasak, 8 dan 1 desak 7, 1 dan 8 desak bo'lmaydi. Necha? 9 bilan 2 tanlaymiz. 9 bilan 2 tanlasak bu 2 bilan 9 bo'ladi. Unaqa ham qilolmas ekanmiz. Demak, bitta qarz berishga majbur mana bu. Mana bu 8, buni 1 desak. Hop. Buni bu 1, bu 8 bo'ladi. Bitta qarz bersa, shunda 7 dan 1 desak bo'lmaydi. Mana nima qilamiz bunda? Buni 9, buni 1 deymiz, buni 1, buni 9 deymiz. 11 dan 9 dersak 2, 8 dan 1 dersak 720, to'ppa-to'g'ri. 910 dan demak 190 ni ayiradigan bo'lsak 0, 11 dan 9 2, 8 dan 1 720 chiqadi. Hammasi joy-joyida. Demak, berilgan son 190 ekan. Shu 190 ni yuzlar va o'nlar xonasidagi raqamlar yig'indisi. Yuzlar xonasi 1, o'nlar xonasi 9 bor. Qo'shsak 10 chiqadi javob. Yig'indisimiz farqi ekan. 9 dan 1 ni ayirib qo'yamiz, shunda 8 chiqadi. Keyingisi 21-masala. Quyida 8 ta doirachiga 1 dan 8 gacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lgan raqamlarning barchasi shunday joylashtirildiki, bunda bir-biri bilan kesma orqali tutashtirilgan ixtiyoriy ikkita doira ichidagi sonlar yig'ini 8, 9 yoki 10 ga teng bo'ldi. So'roq o'rnidagi sonni top deyapti. Demak, biz mana bu 1 ni yoniga eng kamida 8 chiqishi uchun ham hop 6 ni qo'ya olmaymiz. 1 dan 6 gacha bo'lgan sonlar qo'ya olmaymiz. Mana bu yerga biz 7 qo'yishga majburmiz yoki 8 qo'yishga majburmiz 1 ni yoniga.
1 yon 2 bo'lgancha bu tomonga 8 qo'yishga majbur bo'lamiz. Demak, ketdi. Mana bu 8 bilan 7 ketdi. Endi 1 ham ketgan mana. Qolgan sonlarni birma-bir joylashtirib chiqishimiz kerak. Xo'p, 8 ni yoniga 3 dan katta son qo'ya olmaymiz. 3 ni ham qo'ya olmaymiz. 3 ni qo'ysak 11 bo'lib ketib qoladi. Bitta majburmiz biz. 2 degan variant qoldi 8 yoniga. 2 ni qo'ydik. Mana bu 7 ni yoniga biz 4 qo'ya olmaymiz. 4 dan katta son ham qo'ya olmaymiz. 3 qo'yishga majburmiz. Bo'ldi. Endi xo'p, mana bu 3 ni yoniga biz 4 qo'ya olmaymiz. Qo'shsak 8 chiqmaydi. Buni yoniga ham 4 qo'ya olmaymiz. Demak, mana buni yoniga 5 qo'ysak bo'ladi, 6 qo'ysak bo'ladi. Mana buni yoniga 4 ham qo'ya olmaymiz, 5 ham qo'ya olmaymiz. Yig'indisi 7 bo'lib qoladi. 4 qo'ysak 6 bo'ladi, 5 qo'ysak 7 bo'ladi. Mana bu yerga majburmiz 6 qo'yishga. 6 ketdi. Bu yoqqa 4 qo'ya olmaymiz, 5 qo'yishga majbur bo'lamiz. Mana 5 ketdi. Demak, so'roq o'rniga bitta raqam qoldi. Bu ham bo'lsa 4. Xo'p, keyingi 22-masala. Muslima har qadamda doskada yozilgan sonning raqamlarini ko'paytiradi yoki uni 3 ga ko'paytirib doskaga yozadi. Agar dastlab doskada 14 son yozilgan bo'lsa, eng kamida nechta qadamdan keyin Muslima 0 sonini hosil qilishi mumkin? Xo'p, demak, doskaga 14 son yozilgan bo'lsa, raqamlarni ko'paytirsak 4 bo'ladi. 3 ga ko'paytirsak 42 bo'ladi. Buni raqamlarni ko'paytirsak 4 bo'ladi, 3 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi. Buni raqamlarni ko'paytirsak 8 bo'ladi, 3 ga ko'paytirsak 126 bo'ladi. Buni raqamlarni ko'paytirsak 4 bo'ladi, 3 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi. Buni raqamlarni ko'paytirsak 2 bo'ladi, 3 ga ko'paytirsak 36 bo'ladi. Xo'p. Endi nima qilamiz? Mana bu 8 bo'ladi, 3 ga ko'paytirsak 24 bo'ladi. Raqamlarni ko'paytirsak bu 12 bo'ladi, buni ko'paytirsak 3 ga ko'paytirsak xo'p 378 bo'ladi. Xo'p. Mana bu 36 ga qaraydigan bo'lsanglar, raqamlarni ko'paytirsanglar 9 bo'ladi. 3 ga ko'paytirsanglar 108 bo'ladi. Mana 0 paydo bo'ldi. 108 ni raqamlarni ko'paytirsanglar bo'ldi, 0 chiqadi. Bo'ldi, nima qilindi? Dastlab 14 berilgan edi. 14 ni raqamlari ko'paytirildi birinchi qadamda. Birinchi qadamda raqamlar ko'paytirildi, 4 bo'ldi. Keyin 4 ni ikkinchi qadamda 3 ga ko'paytirildi, 12 bo'ldi. 3-qadamda yana 3 ga ko'paytirildi, 12 bo'ldi. 4-qadam 3 ga ko'paytirilsa 36 bo'ladi. 4-qadamda yana 3 ga ko'paytirildi, 108 bo'ldi. 5-qadamda 108 ni raqamlari ko'paytirildi, 0 bo'ldi. Bo'ldi. Eng kamida 5 ta qadamda biz 14 sondan 0 sonini hosil qilishimiz mumkin, yuqorida berilgan ikkita shart asosida. Keyingisi 23-masala. Sardor quyidagi 10 ta katak ichidagi bittadan turli raqamlarni yozdi. Bunda hech qaysi ikkita kataklar ichiga yozilgan sonlar teng emas. Quyidagi rasmda 9 va A raqamlari qaysi kataklarda yozilgani ko'rsatilgan. Agar ixtiyoriy qo'shni kataklarda yozilgan sonlar farqi turlicha bo'lsa, A ning qabul qilish mumkin bo'lgan nechta turli qiymati bor? Demak, 10 ta katakka 10 ta raqam yozishimiz mumkin. Ular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shundan 9 qo'yib bo'lingan. Endi sonlar farqi turlicha deyapti. Mana bu yerda bitta, mana bu yerda ikkita qo'shni katak, bu 3 ta, bu 4 ta, bu 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta farq bo'ladi. Masalan 9 dan 0 ni ayirganimizda ham eng ko'pi bilan farq 9 chiqadi. Eng kamidagi farq 1 dan 0 ayirganimizda 1 chiqadi. Demak, sonlar farqi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bo'lishi mumkin. 9 ta farq bo'lishi mumkin. Farqlar 9 xil bo'lishi mumkin, ya'ni. Xo'p. Endi masalan xo'p, ketma-ketlikcha quramiz. Masalan, mana bu yerga 8 qo'ysak, mana bu yerga 8 qo'yadigan bo'lsak, shunda farqi 1 bo'ladi. Endi farqi 1 chiqadigan emas, 2 bo'lishi kerak. Mana bu yerga 6 qo'yamiz. Shunda farqi 2 bo'ladi. 3 chiqishi uchun mana bu yerga 3 qo'yishga majbur bo'lamiz. Shunda farq 3 bo'ladi. Endi 4
4 chiqish uchun, farq 4 chiqish uchun 7 qo'yamiz mana bu yerga. 4 chiqadi. 5 chiqish uchun 2 qo'yamiz mana bu yerga. 5 bo'ladi. Endi 6 chiqish uchun farq mana bu yerga 8 qo'yishga majbur qilamiz yana. Ikkita 8 qo'yib bo'lmaydi. Demak, biz mana bu yerga 8 qo'yolmas ekanmiz. 7 qo'yib ko'ramiz endi. 7 qo'shsak farqi 2 bo'ladi. Xo'p. Eng muhim joylardan bittasi qaranglar. Farqi 9 chiqadigan vaziyat bor-da bu yerda. Farqi 9 chiqish uchun biz mana bu yerga 0 qo'yishga majbur bo'lamiz. Shunda farq 9 chiqadi. Xo'p, endichi 8 chiqishi uchun, farqi 8 chiqishi uchun 9 bilan yoniga 9 yoniga 1 qo'shimiz kerak. 9 yoniga 0 qo'yib bo'ldik. 1 qo'ya olmaymiz endi. Demak, mana bu yerga 8 qo'yishga majburmiz biz. Farqi 8 chiqishi uchun. Endi farqi 7 chiqishi uchun mana bu yerga biz 1 qo'yishga majbur bo'lamiz. Farqi 6 chiqishi uchun 6 chiqadigan vaziyat uchun mana bu yerga 7 qo'yishga majbur bo'lamiz. 5 chiqish uchun bu yoqqa 2 qo'yamiz. 4 chiqish uchun bu yoqqa 6 qo'yamiz. Farqi 3 chiqish uchun bu yoqqa 3 qo'yamiz. Farqi 2 chiqish uchun bu yoqqa 5 qo'yamiz. Farqi 1 chiqish uchun bu yoqqa 4 qo'yamiz. Bo'ldi. Bundan boshqa vaziyat yo'q. Aning qabul qilish mumkin bo'lgan nechta turli qiymati bor deyapti? Bitta. U ham bo'lsa 4 ni o'zi. Xo'p, 200 dan 299 gacha barcha uch xonali sonlar ketma-ket qilib 200, 201, 202 va hokazo 299. Mana bu 399 bo'lish kerak. Shu yerda atpechatiga yetib qolgan. Yozib chiqildi. Shunda mana bu ham 399 bo'lish kerak. Undan oldin 398. Mana bu 9 bu 8 bo'lish kerak. Quyidagilardan qaysi biri bu guruhga tegishli deyapti. Xo'p, birinchi buni hisoblashimiz, tegishliligini hisoblashimiz uchun nima qilamiz? Mana bu 200, 201, 200, 201, 202, 203, 204. Ketma-ket sonlar yozilyapti. Bunda nimadir? Mana 330, 330, 331. Faqat biri keyingi qavsga tegishli. Bu bir qarashda bo'ladigandek. Keyingisini tekshiramiz mana. Xo'p, mana bu yerda 133 dan keyin 134 kelish kerak bo'lmaydi. Mana bu yerda 332, undan oldin 331 bo'lish kerak. 332 dan keyin 333 bo'lish kerak. Bu bo'lishi mumkin. Keyingisi 324 bo'lsa, keyingisi 325 bo'lish kerak bo'lmaydi. 244 bo'lsa, undan keyin 243 bo'lish kerak. Demak, mana bu 243, 244 bo'lsa to'g'ri keladi. Xo'p, keyingisi 54, 246, 542 to'g'ri kelmaydi. 424 to'g'ri kelmaydi. 246 to'g'ri kelmaydi. 246 to'g'ri keladi. Undan oldin 245 bo'lish kerak, lekin 54 turibdi. 245 da 4 bilan 5 undan olmas qolgan. Demak, mana bu qavsni men tekshirib turishimiz shart emas ekan. Chunki ketma-ket yozilgan sonlar yo'q-da bu yerda. Bo'ldi, mana shu 3 tasini tekshirib chiqamiz. Mana bu yerda, mana bu qavs, mana bu yerda bu qavs. Mana bu yerda esa bu qavs. Qanaqa tekshiramiz? Masalan, 330 bilan 331 ni 33 shu qavsga tegishli. Demak, undan oldin nechi? 200 dan boshlab toki birinchisini tekshiradigan bo'lsak, endi 200 dan boshlab toki 200 300 29 gacha bo'lgan sonlar 5 talik guruhlarga ajraladimi? Uni topish uchun nima qilamiz? Uni bilish uchun nima qilamiz? Ajralishi uchun birinchi nechta son borligini topamiz. 329 dan 200 ni ayirib 1 ni qo'shamiz. Bu 130 ta son bo'ladi. 130 ta sonni har biri 3 tadan raqamdan tashkil topgan. Bu 390 chiqadi. 390 ta raqam 5 talik guruhlarga ajraladimi? 5 talik guruhlarga ajralish uchun 5 ga bo'linishi kerak. Ha, bu 5 ga bo'linadi. Demak, mana bu ajraldimi? Mana bu qavs mana shu guruhga tegishli ekan. Tushuniladigan o'taman. Demak, mana bu tegishli ekan. Endi buni tekshiramiz. Xo'p. 331, 332. Demak, anig'i 200 dan boshlab toki
332 gacha va 33 ni o'zi ham mana shuncha sondan tuzilgan raqamlar 5 ga bo'linishi kerak. Uni qanday topamiz? 332 dan 200 ayiramiz. 232 birda qo'shamiz 233. Har biri 3 ta raqamdan tashkil topgan va mana bu 33 dagi ham 2 ta raqam bor. Qo'shadigan bo'lsak, bu 699 bilan 2 ni qo'shsak 701 bo'ladi. Bu 5 ga bo'linmaydi. Demak, mana bu quyidagi ketma-ketlikka tegishli emas. Va so'nggisi 243 bo'lsa, 200 dan boshlab toki 242 gacha bo'lgan sonlar. Bulardan oldin joylashgan, faqat mana bu 243 ni ham mana bu 43 bu tomondagi qavsga tegishli bo'lishi kerak. Mana bu ikkisi esa bu tomondagi qavsga tegishli bo'lishi kerak. Shundagina to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi 200 dan 242 gacha nechta son bor? 242 dan 200 ayiramiz 142, birda qo'shamiz 143 ta son bor. Har biri 3 ta raqamdan tashkil topgan. Va mana bu 2 bitta raqam, birda qo'shib qo'yamiz. Shunda ko'paytiradigan bo'lsak 9, 12 bir dilda 429 bo'ladi, birda qo'shsak 430 bo'ladi. Bu 5 ga bo'linadi. Demak, mana bu ham tegishli ekan. Demak, bu yerdagi 33 va 43244 qavslarda yozilgan sonlar shu qatorga tegishli, shu guruhga tegishli, qolganlari tegishli emas. Xo'p, keyingi mavzuga doir testdan 11-savol. Tasvim olimpiadasi 2024-yil. Nodir bir nechta birlik ko'pchalarni yig'ib, birinchi rasmdagidek jismni hosil qildi. Mana bu. Keyin esa bu jismning barcha tashqi yoqlarini rasmda ko'rsatilgandek ko'k rangga bo'yab, ularni birdan engi jismlar bilan tartiblab chiqdi. Shundan so'ng Sardor bu jismning ko'pchalarini ajratib oldi va ikkinchi rasmdagidek parallelipipedni hosil qildi. Faqat rasmda bu ko'pchalarning yoqlari rangsiz holatda ko'rsatilgan. Agar parallelipipedning rasmdagi holati bo'yicha faqatgina 21 ta ko'pchaning usti ko'k rangda bo'lsa, n ning qiymatini top deyapti. Demak, qaranglar. Mana bu n degani nima degani? N degani nechta ko'pcha bor deganda, birdan boshlab n ni topishimiz uchun jami nechta ko'pcha borligini topishimiz kerak, xolos. Qarasak, mana birinchi qatorda bitta bor, ikkinchi qatorda 3 ta bor, keyingisida 5 ta bor, keyingisida 7 ta bor va hokazo toq. Har bir qatorda toq sondagi ko'pchalar soni bor. Endi birinchi qatordan bitta ko'pchani olamiz. Ikkinchi qator nimaga bitta ko'pchani olamiz? Usti ko'k rangga bo'yalgan ko'pchalarni olishimiz uchun faqat bitta olamiz. Ikkinchi qatordan 2 tani olamiz, uchinchi qatordan ham 2 tani olamiz, to'rtinchi qatordan 2 tani olamiz va hokazo 21 bo'lishi uchun nechta qatordan olishimiz kerak? 2 2 2 2 2 10 ta bo'lishi kerak bu narsalar. 2 qo'shadigan bo'lsak, mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 ta 2 20 bo'ladi, birda qo'shsak 21 bo'ladi. Demak, 11 ta qator bor ekan. 11 ta qator bor degani, shu yerdagi jami ko'pchalar sonini topib qo'ysak bo'ldi. N chiqadi. N degani birinchi qatorda 1, keyin 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta bo'ldi. Demak, 21 ni ham qo'shishimiz kerak ekan. Shuni hisoblasak n chiqadi. 1 ga 21 ni qo'shsak 22 bo'ladi. 3 ga 19 ni qo'shsak 22 bo'ladi. 5 ga 17 ni qo'shsak 22 bo'ladi. 7 ga 15 ni qo'shsak 22 bo'ladi. 9 ga 13 ni qo'shsak 22 bo'ladi va 11 alohida qo'shiladi. 22 dan 5 ta 110 ga teng, 11 ni qo'shib qo'ysak 121 ga teng. Demak, n ning qiymati 121 ekan.
ya'ni 121 ta ko'k 121 ta ko'pcha bor, n ham 121 ga teng. B javob. Demak, mavzuga doir qiyin masalalar yechimi shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin.